Qadrdonlar, xabarlaringiz bor. Yaqinda bir Bag'dodli akamizni ehsonga olib chiqqan edik. Sabab sog'lig'lari yomonlashgan, jigar sirroz kasalligi bilan og'rigan. Shu insonga ehson ochgan edik. Inshaalloh 15 gacha ehson yopiladi deganmiz. 15 kun oralig'ida Alloh o'zini ziyorat qilib, bugun shu insonga 25 ming, 26 ming deyapti. Undan ziyodroq pul yig'dik aka. Sizga rahmat, iloji bo'lsa imkon bo'lsa bir kelib keting deyishdi. Shunga yo'lga chiqyapmiz. Hozir borib akamiz xonadondan video qilamiz va u ertaga insonlarni o'sha xonadon yaqinlarini bir emotsiyasini birgalikda kuzatamiz. Boramiz, birga ko'rib o'sha yerda videoni davom yo'llab qo'yamiz. Qani ketdik. Yaxshilar, har bir banda ketar dunyodan, sen ham men ham tark etarmiz bilib qo'y. Umrim tugab sendan avval men o'lsam, o'tinaman janozamga kelib qo'y. Umrim tugab sendan avval men o'lsam, o'tinaman janozamga kelib qo'y. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Hammalaringga rahmat. Xudo xolasa mana akamizni shu YouTube platformasiga qo'yganimizdan keyingi jarayonlarimiz, xudo xolasa o'sha 12 mingdan ziyod pulimiz bor edi qo'yganimizda. Xudo xolasa mana bugun 25 ming, 26 ming ziyod xudo xolasa pul mablag'ini jamg'ardik. Inshaalloh shu hamma ehson qilganlardan Alloh dargohida qabul qilsin ilohim. Shu akamizni ham xudo xolasa shu bugun mana jo'natishga xudo xolasa tayyorgarliklarimizni ko'rib boryapmiz. Barcha xizmat qilganlarimiz va akalarimiz xudo xolasa hammalari shu yerda. Barcha ehson qilganlardan Alloh dargohida qabul qilsin. Endi hozir akamizni u yoqqa ketib turganda vakil akamiz bu insonni. Mahmud akasiz, Mahmudjon aka. Mahmudjon aka endi ozgina shu insonni bir bordik chaqirib bo'lgan tushuncha bo'lsa qo'shimcha qilib qo'yamiz. Endi xudo xolasa men 1 yil bo'ldi rasman operatsiya bo'lganimda, shu mart oyida 1 yil bo'ldi. Ha, siz ham bu kasalni boshida o'tkazgansiz. Ha, tushunarli. Endi yerda nima deydi? Ishonarli odam bilan ketish kerak. O'shaning uchun o'zimda endi o'zimni qishlog'imda, yon qishloqda turaman. Ularni ko'rib taniyman hammasini. To'g'ri yo'naltirib, yaxshi odamlarga ro'para qilib harakat qilyapmiz endi. Menga qaragan shu insonlarga ro'para qilib beradi. Shu muolaja o'tkazgan doktorlar bilan billa xudo xohlasa. Endi necha kun davomida akam bu Hindistonda bo'ladi? 2 oy davomida. 2 oy davomida. Bu yerdan sherik ukalar ketadi, hechmasam billa. 2 kishi ketyapsizlar bu yerdan. Ha. Endi mana shuncha inson bilan harakat qilgandik. Mana hozirgi kunda sizlar o'ylagan miqdorda pul yig'ildi adashmasam. Menimcha hamma xursand. Mahalla-ko'y akam o'zlari ham hozir onaxonda ham ko'rdim, ancha xursand. Demak, biz o'ylagan maqsadimizga yetdik. Ya'ni kim bilan? Xalq bilan. Shu akamni haqqiga ehson qilgan, akamni haqqiga duo qilgan, akamni o'ylab bizni orqadan kuzatib shunchalik bizni videolarimizda qabaqa tarqatgan qadrdonlarga rahmat qo'yamiz. Ularga baraka topsin. Mana Qora akam boshchilik, mana akamlar boshchilik, mahalla-ko'y boshchilik, hammamiz mehnat qildik-da. Hammaning mehnatida bir insonning bir hayoti inshaalloh yaxshi bo'lib turibdi. Endi Qora aka mana shu mehnat qilgan insonlar, o'zimizga o'xshagan qadrdonlarga ibrat bo'lsin deb videoni olib chiqyapmiz. Sabab kimdir qilgan mehnatni oxirida etagida shu rohati bo'lsin. O'zingiz bir duo qilasiz shu ehson qilganlarning haqqiga, bizni qo'llagan insonlar haqqiga, mana shu insonga mesolon borib kelish haqiqatda chiroyli duo qilamiz. Xayrli ishga qancha insonlar bosh qo'shdi, ilohim Parvardigor u manfaatli qilsin. Bunga hissador bo'lganlar ikki dunyolarimizni obod qilsin. Bu birodarimizga ham ko'pchilik qatorida Alloh o'z shifoyi kulliya, shifoyi ojilalarni o'zi ato qilsin. Mana hozir bundan oldin aytib turgandim, Moida surasining 59-oyatida Alloh taolo aytadiki, kim bir insonni o'ldirsa, qasddan o'ldirsa, butun yer yuzini o'ldirgan bo'ladi. Kim bir insonga hayot baxshida qilsa, butun yer yuzidagi insonga hayot baxshida qilgan bo'ladi.
Demak bu ikki xil deb aytdik. Birinchisi demak haqiqatan ham bir qurol bilan nima bilan qilib o'ldirishlik. Ikkinchisi o'sha o'limiga qarab turishlik. Tek ko'z ochib qarab turishlik, nima bo'lsa ham bo'lar deb qarab turishlik ikki xil ma'no. Ikkinchisi kim bir insonga hayot baxshida qilsa, ya'ni o'sha kuchi yeta turib o'ldirmasa yoki mana bunday imkoniyati bo'lib turib shunday bemor bo'lib turgan insonlarni o'lim to'shayotgan insonlar bo'lsa, mana shunday insonlarga bir imkoniyati boricha fikri bilanmi, moliyaviy tomondanmi, mehnati bilanmi agar uni hayotga qaytishligiga hissador bo'lsa, butun yer yuziga, butun insoniyatga hayot baxshida qilgan bo'ladigan oyat bor. Moida surasi 59-oyat. Ilohim mana shu oyatning ikkinchi qismiga, ya'ni bir insonda hayotga qaytishligiga, sog' salomat bo'lib ketishligiga, farzandlarning baxtlariga yaxshi bo'lib ketishligiga hissador bo'linyapti. Ular mana shu oyatda va'da qilingan butun insoniyatga hayot baxshida qilganligini savobni Alloh nasib qilsin. Ta'arraf ilallohi fi raho ya'rifka fi shidda. Ya'ni emin erkin bo'lgan paytda, imkoniyating bo'lgan paytda mana shu imkoniyatingdan foydalanib insonlarga yordam bersang, qiynalib qolgan paytingda Alloh seni ham tashlab qo'ymaydilar. Emin erkin bo'lgan paytingda, imkoniyating bo'lganda, qo'ling uzun bo'lgan paytda mana shuni qadriga yetadigan bo'lsang, sen mushkul bir tupikka kirganingda, musibatli bir mushkul holatga kirib qolganda, o'zingda qo'ling bilan u yerdan chiqib keta olmaydigan holatga kirib qolganingda, Alloh taolo seni yolg'iz tashlab qo'ymaydilar. Farzandlarimiz ham bundan-da yaxshi saxovatli insonlarning chiqishiga inshaalloh hissador bo'ladi, sababchi bo'lib qoladi. Endi bir duo qilamiz, Ilohim Parvardigor ushbu birodarimizni yaxshi bo'lib ketishligiga hissador bo'lgan fikrlari bilan, mehnatlari bilan mana bunday YouTube'larga chiqarishlik bilan xizmat qilgan barcha insonlar, iqtisodlar bilan xizmat qilgan, fikrlari bilan, maqsadlari bilan xizmat qilganlar, Alloh barchalarini xizmatlarini qabul aylasin. Taraflarda o'tganlar barchamizga rahmatiga dohil ayla. Qolmishlarning esa umrlariga rasullar o'zining barakalarini ato aylagin. Allohumma shfina mashfi mardana mardal muslimin. Allohumma ihfazna ya fayyad min jami'il balaya wal amrad. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Nasib qilsa kelgan kunimizdan bir kelamiz. Mana shu xalqimizni kutib olamiz. Barakasini bersin, yaxshilikka xizmat qilsin. Bizni mehnatimiz shuncha qo'llab, shuncha bir nima desam e'tiborga olganlar sizlarga rahmat. Xalqqa rahmat, qo'y aka sizga rahmat, aka bizga ruxsat berasizlar. Yaxshilik ko'rishaylik. Charchamanglar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Og'ir kunda boshim silab bolam degan, siqilma qo'y o'zi shundoq olam degan. Og'ir kunda boshim silab bolam degan, siqilma qo'y o'zi shundoq olam degan. Bir kun baxting kulib qolar bolam degan, bir kun omad kelib qolar bolam degan. Jannatni bir eshigisiz onajonim, yuragimning beshigisiz mehribonim, onam, 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 jonim, onam, onam. Ko'z yoshini ko'rsatmagan mehribonim, jondan aziz suyanchig'im, jonajonim. Ko'z yoshini ko'rsatmagan mehribonim, jondan aziz suyanchig'im, jonajonim. Ham bir do'stim, ikki dunyo qadrdonim. Ham bir do'stim, ikki dunyo qadrdonim. Ortimdagi tog'imdir siz otajonim, ortimdagi tog'im o'ziz otajonim. Otam, 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 jonim, otam, otam.